Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jiylanning Şinjan Xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Ediqut Yulduzi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Qachongacha mushundaq bozak bo'lib yuraymiz? Ediqut Xaqon qo'shin tortib chiqsa bo'lmamdi. Bu Tangut degan nejislarning adabini bersak bo'lmamdi. Mening savollarimga javob bermadingiz-ku Tatatonga baxshi. Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Bütün xalq Sakyamoni yo'lida minib, Budda ta'limotlarini o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mo'ng'ulni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan texi. Ay ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib olsin. Ay qudratli egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ularni uchuqtirib bitay. Bo'ldi, qo'g'limanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. Go'yoki bütün tabiat bu sargardan xonga ta'tur qaravatgandek edi. Qora bo'ron ikkinchi kuni tushga yaqin oran besiqdi. Yo'l azobini yetkuchi tortib, texo horduq chiqarishga ulgurmagan ko'chmanlar judulliq uyqusiz kechini tasda o'tkazdi. Va endi bütün dalig'i chechilib, bo'ron uchirib ketgan narsa keraklarini, pitirab ketgan ot va to'gilarni yig'ishga kirishdi. Ani shundoq parokandichilik ichida yana bir kun o'tdi. 3-kunimi o'tinsiz o'tib ketdi. 4-kuni kechga yaqin Qitan ordisining bir amaldori bir to'p qo'riqchilarining hamrohligida yetib keldi. Kuchlikxon oqsoqol mo'tavarlarni boshlab ularning oldiga chiqdi. Kegiz uyda o'ltirib, hol ahvol so'rashgandan keyin Qitan amaldor Kuchlikxonga murojaat qildi. Bahodir Kuchlikxonga ma'lum bo'lsin-ki, xo'jimiz va tangdarsiz Xaqonimiz Churuq Gurxon sizlarni ostonamizga taklif qildi. Qitallar 12-asrning beshida Amur vodisidan chiqqan va Ediqut xonligi, Tarim vodisi, Yetsu rayoni qatorliq joylarni besib olib, bu yerlarda o'zlarining hukmronligini tiklagandan keyin Sharqiy Qoraxoniylarning Chu daryosi vodisidagi qishliq ostonasi bo'lgan Balasag'un shahrini Qitan xonligining ostonasi qilib olgan edi. Shunda qilib, Naymonlar Balasag'un atrofidagi joylarda makonlashdi. Kuchlikxon o'zining yaqinlari bilan shaharga kirdi. Gurxon ularni xush muomala va mehribonlik bilan kutib oldi. Qitallarning Churuq Gurxon ismli hukmdori chor soqollari qordek oqirib ketgan. Og'zida tishlari qolmagan, o'ruq gavdasi mukchib qolgan bir qiyr bo'y edi. U Naymonlarning marhum Xaqoni Toyonxon bilan qo'yuq bordi keldi qilishib, yaqin birodarlik munosabatini saqlab kelgan edi. Shunga Toyonxonning o'g'li Kuchlikxonni xuddi yaqin tuqqanini ko'rgandek azizladi. Toyonxonning qazo topganligini anglab bak echindim, dedi u qiyirliqdan titrab chiqqan zaif ovozda yoshga to'lgan nursiz ko'zlarini tez-tez chimchiqlatib. Kuchlikxon beshini to'van silib, ig'ir tinib qo'ydi. Temurchin degan nokas itdan xon otamning qissasini ilishga yordam bergaysiz, qudratli ulug' Gurxonim, dedi u iltija, g'azab va o'shmalik ma'nolari singan ajoyib bir ta'sirlik ovozda. Ular ikkisi Qitan ordisidagi gilam va tovar ko'rpalar silinib, ko'rkam bezalgan yasidoq hujrada ayrim o'ltirib puxodan chiqqudek mung'dashdi. Toyonxon bilan ko'nglimiz pek yaqin edi. Ikkimiz buzilmas ittifoq tuzib, hamdam hamnafas bo'lib, tumshuqlikning cho'qishiga, qanotlikning qiqishiga birlikda taqobil turgan edik. Ikkimiz go'yo bir harvining ikki chaqi edik. Bir chaq sunib kelsa, harvi o'rnidan qo'zg'almas bo'ladi. Shunga, endi sen otangning o'rnida shu harvining bir chaqi bo'l. Biz yana burunqideklar bir harvining ikki chaqi bo'lib birga yuraylik. Kuchlikxon qo'lini ko'ksiga qo'yib beshini egdi. Ulug' Gurxonim,
Men sizni otamning o'rnida ko'raman. Siz ota, men bola. Siz harvi bo'lsangiz, men shu harvining sho'tisi bo'lay. Siz osmonda parvoz qilayotgan burkut bo'lsangiz, men shu burkutning qanoti bo'lay. Men otamning ruhini xush qilib, o'rtamizdagi ittifoqlikni texmi kuchaytiraman. Men ittifoqlikqa menga sodiq bo'laman. Ishinaman bolam, so'zlaringga ishinaman. Chunki sen hurmat Tayonxonning o'g'li emasmi? dedi Cho'riq Gurxon beshini langshitib. Shunda qilib ota bovolari yashagan Oltoydagi tog' va dalalarni tark etib, baxtsizlik qismatining xavfli siqishlari ichida sarson bo'lgan Kuchlikxon oxir Qiton ostonasi bo'lib qolgan Balosaxun shahrida panoh topdi. Gurxon uningga har taraflama g'amxo'rlik qilib turdi. Bara-bara u xuddi Gurxon oilasining a'zosidek bo'lib qoldi. U bekorchilikda ichib-pussab, yaqinlarini agashtirib, kang talalarda ot choptirib, ko'ndirilgan burkut, qora cho'g'larni uchirib, o'qiya etib o'q qiladi. Uningdan boshqa chog'larda o'ziga ayirib berilgan mashamatlik qasr ichida qot-qot esil gilamlar va yumshoq ko'rpalarda eg'inab kun o'tkazadi. Poyonsiz qirlarda yayrab o'sgan tug'mi ko'chman endi o'zini qafasga solangandek his qilib, buruq turmi bo'ladi. Erkin, yugansiz yayloq turmushini aslab ma'yuslanadi. Shunga u doim ichib pushib zerikib qolsa, Gurxon qasriga berib mehmon bo'ladi. Gurxon oilasidagilarmi uning izzat hurmatini qiladi. Qeyrib ketganida tala tuzga to'li chiqolmaydigan bo'lib qolgan Cho'riq Gurxon paranglashib ichib pushqini chiqaradigan ko'ngildagidek suhbatdoshning kelganiga bo'lakcha xush bo'lib ketadi. Kuchlikxon har kimga o'z loyiqida shirin so'zlarni yog'dirib, kishilarning qalbini ovlashga mohir edi. Shunga Qiton hukmdorining oilasidagi cho'ng kichik, ayolning hammasi naymonlarning bu dardman yosh xoqonini yoqtirib qoldi. Keyincha yana ba'zi bir muhim omil bu xil ko'ngilchaklik munosabatlarini yuqori pallaga ko'tardi. Kuchlikxon kelishgan yigit edi. Uning bahodirlarcha qovul bo'y basti. Qora qosh, o'tkir ko'zlari Gurxonning kenja qizida o'chmas ta'sirotlarni qoldirdi. Bu yosh malika Kuchlikxonni ko'rganda xushal bo'lib, yaqinlik kulimsirab nozlanadi. Hamda bu xon yigit bilan ayrim ko'rishishga, yaqin turib so'zlashishga intizor bo'lganligini qilchi yoshirmaydi. Bu hissiyatchan xon qizini Naymon yigit ustadlik bilan indaki keltirdimi yoki ishqisining o'tirisiga g'oyibdan issiqlik tushdimi, ish qilib oxir oshiq mashqliq urishdi bog'landi. Ular Qiton ordusidagi bog'chilarda va xos hujralarda pat-pat ko'rishib turadigan bo'ldi. 14-bob Ediqutxon va Chingizxon. Chingizxonning muhim yordamchilaridan biri bo'lgan Jabano'yan To'xtamishning kigiz uyiga kirib keldi. To'xtamish gilam ustiga silingan qo'y terilarda orom elib yotgan edi. Xush kelibsiz Jabano'yan Botir. Keling, marhamat qiling, dedi u o'rnidan turib. To'xtamish Jabano'yan bilan yaqindan buyon xeyli obdali chiqishib qolgan edi. Bu Botir No'yan To'xtamishdan Uyg'urlar va Ediqut xalqi to'g'riliq ko'p gaplarni qiziqib so'raydi. To'xtamishmi uning bilan suhbatlashishga xushtar edi. Bir kuni Jaba o'zining hayotida favqulodda burilish yasagan bir voqeani so'zlab berdi. Jaba asli Chingizxonning eng cho'ng dushmanlaridan biri bo'lgan Jamuqonning odami edi. Temuchin qo'shuni bilan bo'lgan bir qitimliq jangda u o'zining o'qiya etish mahoratini voyaga yetkazib namoyon qildi. Sap oldida qilich o'yintib kelayotgan Temuchinning chiroyli oq bo'z eti Margan Jabaning otgan o'qida yiqildi. Temuchin etini almashtirib jangni davomlashtirdi. Jang Jamuqonning mag'lubiyati bilan oyoqlashdi. Oradan bir necha kun o'tganda o'ttiri bo'y diqmoq kelgan bug'doy o'nglik bir yigit Temuchinni izlab keldi. Ismim Jirg'utay, Toychiqut qabilasining Isut urug'idan bo'laman, deb o'zini tunishtirdi u.
Temujin onunğa hayran bolup qaradı. Demek sen Jamuqaning odami ekansan-da. Shundaq, o'tganki jangda sening itingni otgan kishi men. Deb dadil javob berdi Jerg'utay ismli tuyuqsiz paydo bo'lgan bu yigit. Temujinning hayronligi hassilab oshdi. Undaq bo'lsa qo'rqmay mening oldimga nima deb kelding? Sening xizmatingni qilay deb keldim. Sening botirligingga qoyil bo'ldim. Aql parostingga ko'zim yetdi. Agar meni o'ltirishga buyursang, faqat olqonchilikli yerni qonga bo'yaysan. Agarki meni o'ltirmay xizmatingga solsang, shiddatli eqin suvni kayniga yondirman. Tog'dak uyul tashlarni kukum talqon qilaman. Temujin onunğa havaslanib qarab qoldi. Qo'rqimsiz, mard o'g'lonkansan. Gaplaringdan samimiyliging chiqib turdi. Odam o'ltirgan yoki ziyonkashlik qilgan dushman odatda bunda qarshi tarafga uqtirmay sir saqlaydi. Lekin sen o'z ixtiyoring bilan kelib, bo'lgan ishni rostchilik bilan aytding. Men sana qoyil bo'ldim. Endi mening nökürim bo'lib qolgan. Meni qabul qilganingga pushaymon qilmaysan, Botir Temujin, dedi Jerg'utay. Temujin onunğa yana mundaq dedi. Sen men qartib o'q etibsan. Mushu qilmishingning xotirasi uchun endi sening isming Jabi bo'lsin. Shuning bilan Taychigut qabilasidan kelgan Jerg'utay ismli bu ajoyib mard yigitning ismi shuningdan boshlab Jaba deb ataldi. U haqiqatan Temujinning umidini yerda qo'ymadi. Chingizxonga yaqindan agishib, cho'ng-kichik nurg'un janglarda qahramonlik ko'rsatdi. Va keyin Noyan unvoniga erishdi. Hozir u Chingizxonning ko'zga ko'ringan va botur deb tanilgan sarkardalardan biri edi. Jaba Noyanning bu sarguzashtlari To'xtamishga to'liq qiziqarli tuyulgan va uni cho'nqur o'yga solgan edi. Bu voqeani anglagandan keyin u Chingizxonnimi, Jaba Noyannimi yana bir qadam ilgirlagan holda tushungandek bo'ldi. Donqi chiqib qolgan bu Taychigut Botur bo'sh vaqtlarida To'xtamishning yeniga kirib, birar yerimdan paranglashib va ba'zida birar ishkichina may ichib chiqatdi. Lekin bu qitim u may ichishga kirmagan edi. U To'xtamishning o'ltirishga taklif qilishiga quloq solmasdan mundaq dedi. Baxshi, mushundaq yetaveramsan. Yurtdoshlarim bilan ko'rishga chiqmamsan? To'xtamishning ko'zlari chekchiyib qoldi. Yurtdoshlarim? Qaysi yurtdoshlarim? Qo'cho'dan Idiqutning elchilari keldi. Ha? Qani ular? Chingizxonning huzurida. To'xtamish talog'i intildi. Jabinoyan, meni boshlab olsangiz, men ular bilan ko'rishay. Borsak borayli, ular Chingizxon bilan so'zlashib bo'lgandan keyin ko'rishsak bo'ladi. Yur amsa. Chingizxonning turalg'usi bir tog'ning nerisida bo'lib, bu yerdan otliq yurganda bir oshpishim vaqtda borg'ili bo'ladi. Jaba Noyan bilan To'xtamish otlarni yo'rg'ilatib yetib borganda, Mo'ng'ul Uyg'ur ikki taraf suhbati oyoqlashib, ko'pchilik maxmaldek yeshil o'tloqqa rastlangan so'rinda jam bo'lgan edi. Uyg'ur elchilarini yeniga tortib o'ltirgan Chingizxon atrofiga ko'z yugurtib, "Jaba Noyan qani? Jabi ko'rinmaydi-ku. Mana men. Nada yursan, bu yoqqa kelib o'ltir. Buni Uyg'ur baxshini boshlab keldim", dedi Jaba Noyan yenida kelayotgan To'xtamishni ko'rsatdi. "Ha, yigit, bu yoqqa kel. Yurtdoshlaring bilan ko'rish", dedi Chingizxon To'xtamishga qarab va o'zining yenida o'ltirgan ikki kishini ko'rsatdi. To'xtamish oldi bilan Chingizxonga, ondan ko'pchilikka egilib ta'zim qildi. Hamda uchilariga yoltiroq tavartun, taqir boshlarga ko'ptirma maxmal buklarni kiyishib, boshqalardan alohida farqlanib turgan ikki elchining yeniga keldi. "Qut bo'lsin akalar. Qut bo'lsin baxshi uka." Shu yerda o'ltirgan Tata To'nga shodiyani kulimsirab elchilarga To'xtamishni tunishtirdi. "Bu yigit Qo'cho'dan kelgan. Hozir bu yerda baxshi bo'lib, Mo'ng'ul yoshlarga yeziq o'rgatyotdi. Bu yerga qachon keldingiz?" Elchilardan biri qiziqib so'radi. "Qo'cho'dan chiqib ketganimga 5 yil bo'ldi. Shuningdan keyin Qo'cho'ga bormadingizmi?" "Shundaq, bora olmadim." "Buni men deb beray", deb so'zga oralashdi Tata To'nga. To'xtamish Qo'cho'dagi Qitan Darg'ashning bir gumashtisini jazolayman deb qo'lga tushib qolgan. Keyin u Qitanlardan qochib qutulib,
Mening bir qadinas birodarimning tunishtirishi bilan 6 oyga kelgan. Demak siz qit'alar bilan qarshilashgan botirkansizda. Endi qo'rqmasdan yurtingizga borsangiz bo'ladi. Ediq tavasida qit'alarning hukmronligi og'dirildi, dedi elchilardan biri. Nima? Hozir ko'chada qit'alar yo'qmi? Oldirab so'radi To'xtamish. Endi Uyg'ur yurtlarining hech qaysida qit'alar yo'q. To'xtamishning yuragi qattiq so'qib ketdi. Oxir men taqozo bo'lgan kunlar kelibdi. Oxir butun el tangridan tilgan davr kelibdi. Ediqut elchilari uningga qarab ta'sirlangan holda kulimsiradi. To'xtamish ulug'lar oldida davomli so'zlashdan ayminib, hayajonli sukutga cho'mdi. Suhbat va ziyofat do'stona kayfiyat ichida ko'ngillik o'tdi. Ikkinchi kuni To'xtamish Tata To'ngani izlab keldi. Ustozim, mushu elchilar bilan birga qo'chaga qaytib ketaymikin deyman. Tata To'nga o'ylanib qoldi. Sen hozir Chingizxonning xizmatini qilyapsan. Xizmatingni mushundaqla tashlab ketsang bo'lmasmikin? Avval qo'lingdagi shogirdlaringni o'qitib bo'l. Ondan ipini keltirib, xondan ruxsat so'rayli. To'xtamish beshini tuvan soldi. Uning ichining bir yerlari tortishib ketgandek bo'ldi. Lekin u ustozi Tata To'nganing gapini yermadi. Uning bu maslahatini o'rinliq deb e'tirof qildi. U ko'ngli yerim bo'lgan holda Tata To'nganing kigiz uyidan qaytib chiqib, etig'i mindi. Atmu egisining ruhiy kayfiyatini tushungandek beshini sangilatib asta ketib o'tadi. Ushtumtut g'oyibona bir tuyg'udan To'xtamish ishtik beshini ko'tirib yeniga qaradi. Otqa mingan chiroyli mo'ng'ul qizi uning kaynidan yetishib kelgan edi. Nosin jirg'il? Dedi yigit tengir qosh va ajablanish alomatlari oralashgan g'amkin ko'zlari bilan qizg'i qarab. Nosin jirg'ilning chiroyimi g'amkin ko'rinadi. Xeyli bir yerlarga borg'ucha har ikkisi ön chiqmasdan yondashib ketaverdi. Bu ig'ir sukutga oxir qiz bardoshlik berolmadi. "Nemishqa gap qilmaysiz?" dedi u intizorlik ohonglari sezilib turgan talaffuzda. To'xtamish uningga qarab qo'yib parishonlik bilan beshini tuvan soldi. Yurtimdan elchilar kelibdi. Buni bilaman. Hozir hamma xalq shu haqda so'zlashib yuriydi. Endi Uyg'urlar bilan ittifoqlashadigan bo'ldik deyishyotdi. Lekin sizning menga deydigan boshqa gapingiz yo'qmi? To'xtamish ulug' kichik tindi. Uning gap qilg'usi bor edi. Biroq shu topda nima deyishini o'zimi bilmay yotdi. Uning ko'ngli parishon, ruhi tushkun edi. U hozircha qo'chog'iga qaytib ketolmaydiganligini o'ylab, go'yoki so'zlash iqtidorini yo'qotib qo'ygandek bo'lib qolgan edi. Nosin jirg'il birdam shuk bo'lgandan keyin yana eg'iz ochdi. To'xtamish baxshi, ota-onam mening to'yimni qilmoqchi bo'lyotdi. To'xtamish choqmoq tezligida uningga yo'lt qilib bir qardi-da, yana ulug' kichiktinib ko'zlarini qochirdi. Endi nima deyish kerak? Endi qanday qilish kerak? Yigit ko'nglida bu savollarga javob topib bo'lguncha qiz etini zarb bilan qamchiladi. Ot yulqinib chopdi-da, uchqandek chepib ketdi. To'xtamishning vujudi ba'ayni ko'rmas, anglamas va sezmas bir bo'shliqqa aylanib qolgandek edi. U tengir qolgan holda etini to'xtatib qizning kaynidan qarab qoldi. Qiz yiroqlashib, ko'zdan g'oyib bo'lgandan keyinmi, uning uzun va tum-tum ikki o'rimi qora chechining xuddi qora yilondek to'lg'inib, javlon qilayotgan ko'rinishi uzoqcha yigitning ko'z oldidan ketmadi. To'xtamish o'zini xuddi garang bo'lib qolgandek his qiladi. Shu topda ko'nglining nemini tortadigan va nemini tortmaydiganligini o'zimi anqirolmaydi. Uning ko'z oldidan qo'chuning to'piliq ko'chalari, o'zining tashlab etilgan ota miras uyi, marhum otasi Bulduz Qoya, otasining jon do'sti Bodruq Baxshi va boshqa urug' tuqqan al og'inlarning seg'inishli ko'rinishlari bir-birlab o'tishga boshladi.
Әні шундaq xiyali ko'rinishlar ichidan qo'ng'ir chochlarini ushoq o'rgan Uyg'ur qizlarining guldek chiroylari oqar yulduzlardek jilvilanib uchib o'tib turadi. Uning qaynoq yigitlik hissiyoti go'yoki qo'ram toshlari ostida qilib pig'on chekayotgandek tuyuladi. Nosinjirg'ilni nima uchun rad qildim? U shundoq yaxshi qiz edi-ku. Nima uchun uning sevgisini qabul qilmadim? deb o'ylaydi u. Va nima uchunligini o'zimi tushuntira olmaydi. Ana shu chog'larda turibla uning oldida eliqi nijotkor, oq ko'ngil, mehri illiq turkan oy degan qiz paydo bo'ladi. To'xtamish uni ortiqcha o'ylab ketmaslikka. O'ylab qolgan taqdirdimi ortiqcha ahmoqona hissiyotga berilib ketmaslikka tirishadi. Lekin hamon shu bir qizning g'oyibona asirligidan qutula olmaydi. Tova. Odam bolasining ko'ngli ajoyib tushuniksiz bo'ladi ekan. Turgan oyog'i faqat minnatdorlikdan. Boshqacha hissiyotimning bo'lishi mumkin emas-ku. Ko'nglimda davolg'ish yuz bergan paytlarda nima uchun uni aslab qolaman? To'xtamish xiyol iskanchisidan qutula olmay nalarga ketayotganligini o'zimi bilmaydi. U etining yurishini boshqarmadi. Eti o'z xohlagancha to'xtab o'tlab, o'zi bilgan yerlarga ketayotdi. Turkan oy buchoqcha allaqachon yotliq bo'lib, farzat yuzi ko'rgandi. Uni faqat bir qitimni ko'rdim. Shu bir ko'rgandan keyin mana 5 yil o'tib ketdi. Buchoqcha qiz bola deganni bog'lab qo'ysimi turmaydi-da. Men bo'lsam, texchi mushundoq yuraman. Texchilar aqldan ozgan Majnundek Oşu g'ilpal ko'rinib o'tib ketgan oqar yulduzni o'ylab yuraman. Bir ko'rib oshiq bo'lish degan shu o'xshamamdi. Shu kuni To'xtamish beshi qo'ygan yerlarda yurib, uyiga nihoyat kech qaytdi. Ediqutxonning elchilari qo'chog'iga qaytib keldi va o'rdaning qabulxonasiga kirib, oltin taxtda o'ltirgan xon oldida tiz cho'kdi. Chingizxon bizni to'limi qizg'inlik bilan kutib oldi. U xoqonimiz Barchuq art deganning solimini elik ilib, ikki o'tirda urug' tuqqanlarcha eng yaqin munosabat o'rnatish talabini xursandlik bilan qabul qildi. Patarda Chingizxonning elchilari qo'chog'iga kelmoqchi, deb ma'lumot berdi elchilar. Ediqutxon rozimanlik bilan kulimsiradi. Ishlar ko'ngildagidek bo'lmoqda edi. Ediqutxonligining yelkalarini besib turgan eg'ir tog'lar bir-birlab yemirilmoqda edi. Qitollar endi bu taraflarga tumshiqini tiqalmas bo'ldi. Tong'utlar Mo'ng'ullardan davomli qattiq zarba yeb, o'zlarini o'ngshib ololmoqdek yerga yetdi. Qo'shqarni markaz qilgan qarxoniylar texicha qitollarning hukmronligi ostida turmoqda edi. Lekin u yerlardagi qitollar endi atrofdagi ellarga tahdid sololmaydi. Navbatdagi eng zo'r o'zgarish shu bo'ldiki, Ediqutxonligining endi qudratli bir ittifoqdosh bilan birlashib, o'zining bexatarligini kapolatga ega qilish mumkinchiligi ro'shanlashmoqda edi. Barchuq ortigin qo'shni ellar bilan munosabatni yaxshilash, bo'libmi Chingizxon bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishga butun zehniy kuchini sarf qilmoqda edi. Ediqutxonning bu xil tirishchanliklariga Chingizxonmo faol moslashmoqda edi. Miladiya 1210-yili atiyozda Chingizxonning elchilari qo'chog'iga yetib keldi. Barchuq ortiginmi ularni do'stona kayfiyat ichida qizg'in kutib oldi. Mo'ng'ul elchilari Chingizxonning salomini va Ediqutxonga aytgan yaxshi tilaklarini yetkazdi. Buyuk va qudratli xonimiz Chingizxon didor ko'rishmak istiki bilan Ediqutxon Barchuq ortiginni onun daryo vodisiga alayda taklif qildi, dedi elchilardan biri va Chingizxonning nomida yozilgan putukni qo'sh qo'llab uzatdi. Barchuq ortiginmi putukni qo'sh qo'llab elib, taxt yenda o'ltirgan putukchiga berdi. Putukchi putukni o'qidi. Nomi bilan Ediqutxon Barchuq ortiginga mendan salom. Ay Uyg'ur elining munosib xaqoni, sizning baxtingizni ko'rish mening istikim. Elchilaringiz sizning yaxshi tilaklaringizni bizlarga yetkazdi. Bizlar bilan urug' tuqqan bo'lib o'tishni xohlaydi ekansiz. Shundaq irodangiz bo'lsa, biz tarafga qadam tashlab qilg'aysiz.
Ediqutxon putukni yana qo'liga elib, qiziqqan holda zansilib qarab chiqdi. Putuk Uyg'ur yeziqida seriq qog'ozga qora siyoh bilan yozilgan bo'lib, tegiga tikdo't bo'lon shakldagi yo'g'on qizil tamg'i besilgan edi. Tamg'iga o'yilgan xat mundaq edi. Ko'kda Tangri, Xon Tangrining yerdagi qudrati, odamzot hukmdorining tamg'isi. Bu qudratli Chingizxonning tamg'isi. Deb tushundirdi elchilardan biri. Sizlarmi Uyg'ur yozig'ini qo'llandigansizlarda? Ediqutxon qiziqib so'radi. Elchilar kulimsirab, tasdiqlagan tarzda boshlarini lingshitdi. Shundoq, ilgari Naymanxonning tamg'ichisi bo'lgan bir Uyg'ur baxshi hozir xonligimizning xos putukchisi bo'lib xizmat qilyapti. U bizga bu Uyg'ur yozig'ini o'rgatdi. U baxshining ismi Tatatungami? Shundoq, Buyuk Ediqutxon uni taniydi ekanda. Yuz ko'rishmagan bo'lsaqmi, nomini anglagan. Uning bilimlik, farosatlik olim deb nomi bor. Elchilar yana boshlarini lingshitdi. To'g'ri, Buyuk Xoqonimiz Chingizxon Tatatunga baxshini davlat ustozi deb atadi. Demak, Tatatunganing Mo'ng'ul ordusida o'rni bor ekanda. Albatta, Tatatunga baxshi hozir Chingizxonning yaqin odamlaridan biri bo'lib qoldi. Ediqutxon rozimanlik bilan kuldi. Yaxshi. Demak, Tatatunga baxshi Mo'ng'ullar bilan do'stlashishni bizdan baldir boshlabdi ekanda. Elchilarmi kulishdi. Rost shundoq bo'ldi. Endi bizmi tezroq rasmiy do'stlashayli. Albatta shundoq qilamiz. Men Chingizxon bilan ko'rishgili boraman. Chingizxonning elchilari Qo'chuda bir oy mehmon bo'ldi. Olibaris Tarxon Ediqutxonga vakolatan elchilarni kutish, sayohat qildirish qatorliq ishlarni o'z ustiga oldi. Mo'ng'ullar Olibaris Tarxonning hamrohligida shahar ko'chalarini, rasta bozorlarni ziyorat qilishdi. Ular saroy qasrlarining gaj bilan qaportma naqsh o'rnatilgan hayvatlik imoratlarini ko'rib, qoyil bo'lgan ravishda boshlarini lingshitdi. Ibodatxona va vihora maktablarining oppoq gaj bilan suvolgan egiz tomlardagi rangli rasmlarga qarab, havaslarini bosolmay uzoqcha turib ketadi. U yerlarda saqlanayotgan kitob va qo'lyozmalarning ko'pligidan do'kon va yoymalardagi turli mol dunyoning xilmu-xilliqidan hayron bo'lishadi. Saroy san'atkorlarining soz va naqsh usullarining payzini suratdi. Uyg'ur amaldorlar bilan may sharob ichishib, yaxshi ko'ngillarni izhor qilishadi. Elchilar intayin yaxshi ta'sirotlarni ko'ngillariga bukib qaytishdi. Ular ketib uzoq o'tmay Ediqutxon safarga chopdi va 40 to'giga qimmatbaholiq sovg'a salomlarni ortib, 300 qo'riqchi chavandozning hamrohligida Chingizxonning Onun daryosi bo'yidagi turar joyiga yetib keldi. Chingizxon shaxsan o'zi uning oldiga chiqib, qizg'in kutib oldi. Rangarang tog' gullari po'raklab echilib ketgan yeshil yayloqning o'ttirsiga cho'ng-cho'ng ikki oq kigiz uy tiklangan edi. Bularning biri Chingizxonning xos uyi edi. Ikkinchisiga Ediqutxonni boshlashdi. Ikki xon o'zaro salomlashib, tonishib, go'sht yeb, qimiz ichib, keng qushada mungdashdi. Ikkinchi kuni yayloqda katta so'rin hozirlanib, shohona ziyofat berildi. Tatatunga bilan to'xtamish taklif bo'yicha to'rdagi o'rinda Chingizxonga yondosh o'ltirgan Barchuq Ortiginning yeniga kelib o'ltirishdi. 3-kuni noshtadan keyin Ediqutxon Chingizxonning oq kigiz uyiga o'zi yolg'iz kirib keldi. Salom sahatdan keyin Barchuq Ortigin mundaq dedi. Ey qudratli xon, do'stlik mehrini yuragimga pukib, eng yaxshi tilaklar bilan huzuringizga yiroqdan keldim. Tangri sizning o'rningizni texmi yuksak qilsin. Bizning do'stligimiz texmi quyuqlashsin. Ikkimizning munosabatimiz eng zo'r darajada yaqinlashsin. Sizning 4 o'g'lingiz bor ekan. Endi meni 5-o'g'lim deb hisoblasangiz, ko'nglim kundak yo'rib ketar edi. Chingizxon uning nima da'vatqonligini tushundi. Ay Qutlug'xon, tilagingiz shu bo'lsa, murodingizga yetkaysiz. Qizim Olton bekani sizga beray. Siz menga ko'ragan bo'ling.
Shuning bilan 40 kun to'y bo'ldi. Ediqutxon Chingizxonga ko'ragan bo'pti degan xabarni anglab, yiroq yaqindan xaloyiq yig'ildi. 4 yerga cho'ng-cho'ng o'choqlar yasilib, dosh qozonlar esildi. 4 yerda kayni-kaynidan qo'y, kolalar so'yildi. Shu atrofdan o'tib qolgan har qanday yo'lovchi bu to'y ziyofatidan bahramon bo'ldi. Yig'ilgan xaloyiqqa turli yemak-ichmak, kiyim-kechak, anraxt qatorliq mollar tarqitib berildi. Oltin va kumush tangalar chechildi. Chavandozlar baygiga tushdi. Palvonlar chelishib mahorat ko'rsatdi. Yigit qizlar naqsha aytib usulga tushdi. 40 kuni kechda yangilar bir chup oq ot qo'shilgan ikki choqli qarvida kelinni akilishdi. Olton bekaning uzun qora chochlari ishga o'rilib, oltin chochtangilar esilgan. Beshiga masht bilan zinatlangan egiz qushliq bo'k. Uchsig'imi masht bilan kashtilangan cho'g'dek qizil tovar to'n. Qo'nchilariga gul tutilgan ushliq o'tuklar kiyilgan edi. Ediqutxon uning qip-qizil olmadek mang'izlarga qarab, illiq kulimsiradi. Olton beka izzat ortib, qop-qora mo'nchoqdek ko'zlarini yerga qaratdi. Yangilar qizni otasining oldiga boshlab kirdi. Olton beka oq kigiz uyining bo'sog'isidan otlab kirib, to'rdagi taxtda o'ltirgan otasiga ta'zim qildi. Chingizxon qizini yenida o'ltirg'izib, uzitish oldidagi oxirgi nasihatlarni aytdi. Sen Uyg'ur eliga ketish oldida turibsan, qizim. Otangning muni gaplarini esingda ching saqlagin. Baxtli ayolning 3 eri bo'ladi. Bularning biri davlat, ikkinchisi yaxshi nom, uchinchisi o'z ering. Mana shu 3 erga ega bo'la olsang, sen baxtli bo'lasan. Agar sen davlatga sodiq bo'lib, adab qoidalarga amal qilsang, tabiiy holda yaxshi nomdan iborat ikkinchi erga ega bo'lasan. Yaxshi nomingni mahkam saqlay olsang, hech qanday erning seni tashlag'usi kelmaydi. Gapimni angla, qizim. Sen Ediqut eliga borgandan keyin mening bir putim bo'l. Mening Uyg'ur elidagi tayanchim bo'l. To'g'ri yo'lni tanlab chopadigan yugurik toychiqim bo'l. Esingda bo'lsin. Tan vaqtliq, yaxshi nom mangulik bo'ladi. Pok diyonatlik bo'lsang, axloq fazilatlaring sening nomingni abadiylashtirdi. Bilmaganni o'rganishga, zerikmay, bo'shashmay davomli o'rganishga diqqat qil. Shunda qilsang, ishlaring utuqliq bo'ladi. Irodang ching bo'lsa, hech narsadan qo'rqmaydigan g'olib bo'lib yashaysan. Bularni esingda ching saqla, qizim. Olton beka ota uyidan ayrilishga ko'zi qiymay, qora ko'zlariga yosh oladi. To'ydan keyin Ediqutxon barchuq ortigin Chingizxonning qizi Olton bekani elib qo'chug'i qaytdi. 15-bob o'tmishga aylangan izlar. To'xtamish Chingizxonning ijozatini elib Ediqutxon bilan qo'chug'i qaytib keldi. U heliqi Turkan Oyxon qiz taqdim qilgan qora otni minib, yo'lda ketayotgan chaqda yenidagi chavandozlarga bir necha qitim murojaat qilgan edi. Yurtimdan chiqib ketganimga mana 6 yil bo'lay deb qoldi. Qo'chida qanday o'zgarishlar bo'lib ketdi. Qo'chi yana shu burunqi qo'chi. 6 yilning oldida o'zing ko'rgandeklar shu. U yerda hozir qariqtalar yo'q. Bo'lgan o'zgarish ana shundaq, boshqa gap yo'q. Deydi xonning qo'riqchilari. Shaharning kun chiqish tarafidagi bir kanatda Turkan Oy ismli bir qiz bo'ladigan. Uni tunimsizlar. Yo'q, tunimaymiz. Misrslar deydigan bir amaldor bo'ladigan. Qitollarning g'olchisi. U hozirmi bormi? Ediqutxon qariqtollarni qirg'in qilib, Gurxon hukmronligidan ozod bo'lganligimizni jakarlagandan keyin puhralar o'y-o'ylardan qo'zg'ilib chiqib, Darg'ashning g'olchilari ham oyg'oqchilarini qo'g'lab tutib, kaltaklab surtoqay qilyapti. Asi munofiqlarning ba'zilari xalqning tayoq to'qmoqlari ostida o'lib tugashdi. Ba'zilari har yoqlarga qochib ketishdi. Yana ba'zilari kechirim qilinib yashayotdi. Ha, uxtim. Haras, Misrslarchi. Misrslar qanday bo'ldi? Unimi bir yerda o'ldi deb angladik. Balkim o'lgandi yoki qochib ketgandi. Ishqilib, u hozir qo'chida yo'q. Bodruq baxshi ismli bir boy bo'ladigan.
Otamning yaqin do'sti edi. Uni tunimsizlar. Tunimaymiz. To'xtamish yo'l bo'yi safardosh chavandozlardan nurg'un ishlarni so'radi. U urug' tuqqanlari, do'st birodarlari, qo'lim qo'shnilari to'g'risida va umuman Ediqut eli to'g'risida ko'proq so'zlashishga va ko'proq bilishga intizor edi. Ana shundoq intizorlik ichida ular oxir Ediqut xalqining buyuk ostonasi Qo'chu shahriga yetib keldi. To'xtamish ishchi siqilgan holda o'z uyiga keldi. Uy qo'ru yana shu burunqidakli turadi. Hech qanday o'zgarish yo'q. O'zgarish faqat To'xtamishning qalbida yuz bergandek tuyuladi. Bu tavarruk uy shu topda To'xtamishga burunqidanmi iliq va texmi qadrlik bilinmoqda edi. Ochiq turgan darvozadan qo'ru ichi va uy to'liq ko'rinib turadi. Uydan oqsoqolliq vijik bir bo'y o'ziga cho'ng kelib qolgan ko'ni kashni paloqlatib so'rab va yo'tilib injiqlab chiqib keldi. U eshik oldidagi bedishdan o'tdi-da qo'rug'i kirib, etining cho'luviridan tutib turgan To'xtamishni ko'rib to'xtadi. "Kelgin bolam, ishing bormi edi? Kimni izlaysan?" dedi u zaif va xirqiroq ovozda. To'xtamish o'ng qo'lini ko'ksiga qo'yib, egilib salom berdi. "Qut bo'lsin buva. Hozir bu uyda kim turyapti? Bu uyda men turyapman. Sen o'zing kim bo'lasan, bolam?" "Men Boldosqayoning o'g'li To'xtamish bo'laman." Bo'y nursiz ko'zlari bilan o'z oldida turgan yigitga tikilib qaradi. "Ha, mundoq degan. Demak, sen mushu uyning egisikansan-da." "Shundoq buva. Ha, qani, etingni eg'ilga akirib qo'yib, bu yoqqa kelib o'ltirgin bolam." To'xtamish etini bo'sh qolgan eg'ilga bog'lab qo'yib, bedish ostidagi supiga chiqib o'ltirdi. Bo'y dasturxon silib bir misliganda uzum qo'ydi va ahvol tushuntirib so'zladi. "Men jahondorchilik halakchiligida Chanboliq diyordan musofir bo'lib chiqib qolgan edim. Bola chaqam yo'q bir sargardan qiyriman. Marhum Bodruq baxshi." "Nima? Bodruq baxshi qazo topdimi?" "Shundoq. Rahimdil oq ko'ngil Bodruq baxshi bir necha oy kasal totib yetib, oxir bulturqi mushu kunlarda Tangrining yiniga ketdi." U Tangrining oldiga safar qilish oldida turyapti. Ko'rmayapmisiz? Qudsat va Sakyamuni sizga rahmat qilsin. Uni tinchiyat qilib qo'ying. Lekin u qanchilgan vijdonli kishilarning beshiga chiqdi. Qanchilgan illiq oilani vayron qildi. U mening otamning o'lishiga sababchi bo'lgan. Turgan Ayxon qizning otasi keyinidan vafot bo'lgandan keyin bu yerda tog'asining homiyligida turyapti. Uzoq o'tmay o'ylamagan yerdan cho'ng baxtsizlik yuz berdi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'opur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi.